Sergeli mashina bozordamiz. Yana chiroyli o'sha katta mashina inamarkalardan aralash ko'rsatamiz. Inamarka Xitoy mashinalari o'zimizning shu Malibu, Captiva'lardan ko'rsatamiz. Bugun boshqamizdan videolarni ko'rsatib boramiz. Trekkerlar olib keldim, aka. Malibu'da kelgan, Xitoy mashinalari kelgan deb aytdi. Bugun obzorini qilamiz sizlar bilan birga. Ikki nukusli ham bor ekan. Xudo xolasa chempion ham bor ekan. Kel bosit. Va alaykum assalom. Silib qo'yasiz, qo'lim qoraydi. Tinchmisan kujonim? Allohga shukr. Sonlar yaxshimi? Qalisiz, opamisiz. Yangi mashina olib kelibsan bugun? Ha, xudo xolisa yangi mashinalar olib keldim. Hop, endi Keling, qo'lingga ushlab qoling. farqi yo'q, bunda o'sha gapirsan ham bo'ladi. Hop. Hop, assalomu alaykum hurmatli podpischilarimiz. Abbas Haftoda yana ko'rishib turibmiz bugungi kunda. Joningiz Bugungi sog' chislavimiz nechinchisi? 20. 28-mart. Xudo xolisa kechki shom payti. O'zi video olagan paytda uka. Videolar ana mashina zo'r bo'lib ko'rinib turgan payti. Mashinani paydarovka qilib Qo'llar ham shuncha yomon bo'lyapti. Ha. Da, ketdi unda. Hop, ketma-ket Ko'rsatamiz. klientni olib qo'yaveramiz. Bo'ladi. 2024-yil BYD Song Plus chempion mashinasini olib keldim. 2024-yil Eva Honor modeli bu. 54 ming yurgan, 4 ta yangi balon, parok, rusukasi, programmalarga hammasi yozib qo'yilgan. Tonirovka razрешениялari bor. Juda zo'r holatda 5 baholi mashinamiz. Paydarovka keramikada bo'lib chiqqan mashinamiz. tayyor holatda ekanda. Juda zo'r holatda. Yo'g'ini artsan yonib turibdi, o'sha. Yonib turibdi. Aksiz ko'rinadi, bundoq kelib olib ko'rsating. Buni puli shira, Puli zo'r, eng yaxshi klientlar boqimi 25,5 ming qilib bersam, nima deysiz shunga klientlar? 25 ham demay, sen kelishsan endi ukam. Klientlarimiz shu mana yana sunnatlik o'tib beramiz kessam 25,300 dan yana savdosi bor. Bo'ladi. Telefon qilishsa, men tepa shurol narxda qilib beramiz. Xo'p. 2023-yil Tracker Premier. 2023-yil trekkerimiz. Zavodskoy. Zavodskiy Goodyear balonlarda tonirovka razрешениялari bor, bitta qo'l mashina. 15 ming yurgan. 15 ming yurgan ekan. 2023-yilda abogrefli qo'yib qo'yilgan. Bularda abogrefli chiqmagan. Ha, qo'yilganmi? Ha? Barra oldida, barda. Gap yo'q. Abogrefli qo'yib qo'yilgan. Sirena qizdiragan. Tonirovka razрешениялari bor. Bu ham Ruxsatlari paydarovka keramika bo'lib chiqdi hozir. Ha. Juda zo'r holatda mashinamiz. Ideal bo'lib turgan ekan deb bosib. Bu mashinamiz faqat Nasiyaga sotiladi aka. Narx sota olmaymiz. Nasiyaga bo'lib qoldi bu Qancha berish mashinamiz. kerak narsa savdoga? Nasiya savdoga 4 ming bersa chiqaraveramiz 3 yilgacha. Oylik to'lovlarni kelsa, kelishtirib narxlarni anaqa qilib beramiz. 4 ming bilan chiqaraveradi. 4 ming bilan 3 ming bilan ham mayli chiqarib beramiz. Necha yilga? 3 yilgacha bera olamiz. 3 yilgacha. Gadoya qanaqa bo'ladi? Gadoy bizda foiz emas, Nasiya savdo shariat bilan ishlaymiz. O'zimizda kelishtirib foydamizdan anaqa qilamiz. Nasiya savdo baylashsa bo'ladi, bilasiz. Bo'ladi. O'zimizda deyarli ozgina foydamizni qo'yamiz. Unaqa ko'p anu beshta qo'limizda og'zimizda chiqmasdan ozgina foydamizni qo'yamiz. Endi mehnat qilgandan Xuddi keyin shunaqa. nimadan foyda qilish kerak-ku, o'g'illik bo'lmayapti. Endi kelishib 4 ming bilan kelsa shu mashinani chiqarib berishar Chiqarib ekan. beramiz. Xo'p, bunisimi? 2015-yil Captiva 3 Plus. Captiva 3. Juda tetik holatda aka, 5 baholi mashina. 4 Mashina. ta yangi balon. Juda zo'r holatda. Propan gazlari bor mashinamda. Propan gazlargacha bu. 124 ming yurgan. Kraskalari top toza, absolyutni toza. Tayyor ekan. Orqasiga ahamiyat bermaysizlar. Ya, O'xshi mashinamiz shu qilib qo'ydingda hozir. Ya endi qo'yamiz. bozorda shunaqa, endi to'g'ri tushunamiz. Yaxshi qirilgan, chizilgan joylar yo'q ekan deyarli, tayyor holatda ekan bosib. Zo'r holatda aka, 5 baholi mashinamiz. Bu mashinamizni sizni podpischalaringiz uchun 13700 qilib beraman, yana savdosiga sunnatliga o'tib beraman. 13700 kami bor. Kami bor. Zo'r. Bilasiz endi bu Captiva eski boylarning mashinasi. Dodada haydagani? Dodalar haydaydi. Bu semeyli hamano oilaviy. Nimaga dodalar buni ko'p olishadi? Orqasi 7 mestali-yu, semeyli nevaralar bilan toqqa bog'cha maktabda yurishadi-da. O'shaning uchun zo'r mashina. Bu offroadnik ham. Tayyor ekan. Chitirli motor. Hop. Bu mashinam Malibu 2 Premier. 2020-yil. Premier. Toza Premier bu 2 turbo yoki ani Premier qilib qo'ygan emas, toza Premier. 4 ta yumshoq balon, Mers Hadavoy, poni paylarovkada bo'lgan. Hozir buni ham ochib beraman. Ochilishi kerak. Yon dedi kalt. Ha, bo'ldi, ochildi. 126 ming yurgan.
toza premyer. 126. Abduf, Abagrev, orqa ditski sidinalar Abagrevlargacha bor. Tayyor ekanda, Ha? Tonirovka rashinalari bor. Juda zo'r holatda. Bu mashinani siz подписчиklaringizga 22,5 ming qilib beraman. Yana sodasiga o'tib beraman sunnatiga. 22,5 mingdan kami bor. Kami bor. Hop. 54 ming. Bosit, nima bu? BYD Seagull. Seagull. Shu mashinani jam maqtashyapti. Bosit qanaqa o'zi? Nima deb o'ylaysan, ukam? Hop, bu Spark o'rniga olishyapti. Gentra Spark o'rniga mashina 2000 nechi olishyapti. yili buni? 24-yil. Bu ofitsialnisi. 2024-yil. Mashina gapiradi o'zbekchalar. Yo'q. Qancha yurgan bu? 20 ming yurgan aka. 20 ming yurgan. Sko'rsan Kraskasi toza. qancha tokki bu? Qanaqa? 405 km yuradi bitta zaryadka bilan. 405 5 km. km yuradi. 25 ming 30 ming so'mga zaryadka to'ladi bu yuraveradi yana aka. Ya o'g'limga olib bersam bo'lar ekan. Ha, hayda yuraveradi. Hop, buni подписчиklaringiz uchun aka 15 ming qilib beraman. Ha. Tayyor holatda. Sodasi bor. Xitoy yozuvlari ham bor ekan. Juda ham chiroyli ekan, lekin hozirgi opa-singillarimizga juda ham qulay mashina ekan. Shahar ichiga juda ham yaxshi ekan. Spark olib berishyapti, trekker bilan berishyapti. Undan ko'ra elektrikka olib berishdi. Mazza qilib haydab yurishadi. Uzoq yo'lga nima deysan? Uzoq yo'llarga Qo'qonga chiqib kelishligi zo'r. Qo'qon vodiylarga chiqib Qancha kelish. yuradi deding? 405 km. Qo'qonga bitta zaryadka bilan yetib 405 km yuradi. Malades. bitta zaryadka bilan Qo'qonga yetib olasiz. Gap yo'q. 212 km Qo'qongacha. Luki bormi buni? Yo'q, bular lyuk chiqmagan. Ha, luki yo'q. Yo'q. Ha. Endi puli atak lukka moslashtirib qo'yilgan ekan. Ha, lyukka moslashtirib qo'yilgan. Atak luk ochib yuborsa ham bo'lar ekan. Ha, Premier lyuk. Malibu 2 Premier. Endi pulida hamma narsani xuddi shunaqa. Puli zaryadka joylari ekan bu oldidan. bilan ochib Hammada orqada desa, bunda oldida deydi. Tesla'dagi. Ha, mana bu uyiki. Uyiki. Mana bu ko'chaniki. Ha. Gap yo'q lekin. Lekin bir ketdi, keyin hozir qanaqa to'xtab qoldim. Oldida ham chiroqlari bor ekan. Bular qo'yilgan, zavodga chiqmagan. Ha, o'zi qo'yilgan. Ha. Ha, bo'lsa mashinamiz 15 ming qilib beramiz sizni подписчиklaringiz uchun. 15 ming. Namuncha Malibu beryaptimi puliga? Endi Ha, bo'lsa elektrikka BYD aka dilerstvadan olingan garantiyalari bor. Uka mana endi sana men bozorchisan. Men ham bozorchiman. Bizani ko'rib turgan aka-ukalarimiz misol benzin yaxshimi, tok yaxshimi, ikkilanishadi-da. Endi o'zingning fikring. Tok, Hop. benzin Tok nima desam bo'ladi? yo'q gaz. Hop. Gaz 2 tur Malibu'li. Uzoq yo'ldagi yurish uchun yaxshi. 100 ming, 150 ming bilan to'ladi gaz zapravka uzoq viloyatlar danda bo'lishlikligi zo'r. Benzin. Shahar ichida menda benzindan boshqasi haydolmayman. O'zim shu rasxotim uchun zo'r tortadi benzin desa, benzin o'sha odamga zo'r. Elektrikka kam rasxot uchun odamlar uchun. Shunaqa. Xuddi shunday. Endi yana yomonlashib, elektrik men ham yaxshi ko'raman elektrichkani. Kamroq rasxotda 50 ming, 60 ming zaryadkasi to'ladi, yuraverasiz 300 km aka. Bemalol. Xuddi shunaqa. Ha, komfort. Endi o'shaning uchun mana hozir endi baribir tepasi kelsa, chiroyli narxda sodasi Xuddi bor. shunaqa. Xo'p, yana bor mashinamiz? Yo'q, pakka bo'ldi, xudo xolisa. Aka, shu Ertaga videolarimiz taxlimiz, xudo xudo xolisa. xohlasa, endi salonda ham bor. Inshaalloh, xudo xolisa. Telefon raqamlari aytib qo'ysang, endi 95 kimdir bozorga, kimdir salonga boraveradi. Xuddi shunaqa. Qanaqa keyin ishlar jarayonlarini aytib bir xillarni misol 3000 bor, 2000 bor, 5000 bor deb gapirishadi-yu. Bez problem. Ular bilan chiqarib beraman. Ha. Inshaalloh. Xudo xolisa $1000 bilan ham $500 bilan mayda mashinalar chiqarib beramiz. Matiz, Spark'ga chiqarib beramiz. Inshaalloh. Hop, nomerlarni aytib o'tamiz. 95 099 59 29. O'zimga bemalol aloqaga chiqarishdim, chiroyli narxlarda kelishdim, nasib savdoga ham, tradingga ham qilib beraveraman. Bo'l. Bosit, joning sog' bo'lsin ukam. Akajonim, Endi sen mehnatda ekansan, to'g'ri tushunamiz. Ertaga bozor, bugun shanba, xudo xolasa. Endi qo'ldan kelgancha ko'rsatib ketdik. Mana mashina turishiga gap yo'q, tilak bosamiz. Joningiz sog' bo'lsin, tog'a. Azgina motivatsiya berib ketdi. Bosit, ko'rishamiz ukam. Rahmat. Xo'p, qo'ldan kelgancha ko'rsatib ketdik. Videolarimizga bitta like bosamiz. Sergeli mashina bozorda hammanglarga salom. Kelinglar, chiroyli mashinalarni qilib beramiz.